maddi və mənəvi həyatımızın yarqın julası. Ənənə və zamanıvilikning baş qoşqan payti. Qeni chin tilaklar, tabiiy holatlar. Ulug' arzu, buyuk gullanish. İstak şudur, güzel yüzleniş. El kaynak murasim paranları. Programımızın tayizarlığını organik ölçemde güzel tarım yağlarını işlep çıkarıp pazara salgan El Kaynak Xalqaro Savdo-sotiq şirketi öz üstüge algan. Erkeklerinin yarışqı varis kiyimleri bilen bazar tepivatkan Şinjan Varis Xalqaro Savdo-sotiq şirketi alayida qo'llagan. Endi mening ba'zi bir to'y nutqlarimning ba'zi riyosatchilar tarafidan mushunda do'rab yoki tahlil qilib yoki qisman o'zgartib degani bu yaxshi ahvol. Mufassirning bir gapi bor. Gülni tunji qitim qizga o'xshatgan odam donishman. Gülni ikkinchi qitim qizga o'xshatgan odam ahmaq deydi. Demak bu do'rash, tahlil qilish muayyan qismanlik ishida tamomlanish kerak. Uningdan barabara o'zi xos bir yo'lni tutish kerak. Bizmi dastlabda nurg'un notiq kishilarga, dongli riyosatchilarga, ustozlarga havas qilgan, hatto do'rg'an, tahlil qilgan. Barabara o'zimiz xos bir yo'lni topdik. Bu çoğun bir tirişçilikninki bir jarayoni bu. Buni tüptün inkar qilish qo'ymaydi. Ba'zi palliga yetgan shoirlarning she'rini, mayli u arzu vaznlik she'r olsun, mayli chiroyli bir nasr olsun, havaskor shoirlar do'rab yozib baqdi, tahlil qilib yozib baqdi. Hatto ba'zi misralarni bek yaxshi ko'rib ketgachga, shuning ta'siriga uchrab, shu aynan o'qishib qo'ydigan ahvol bor. Bunun bilan uni bir qaltak bilan ujuqtirib o'tishga yoki sende ijodiylik yo'q deb uni pepan qilish qo'ymaydi. Uning yana qisman yo'l berish kerak. Uni barabara parvish qilganda shu yo'l orasidan o'ziga bir muvofiq yo'lni topadi. Mayli Urumchida bo'lsin, Abtonom rayonining har qaysi joylarida bo'lsin, shu to'yga munozamat qiladigan orkestrlar, to'y guruhlari, muzikantlar bularni saplashib bir obat bir manzarani paydo qildi. Toylarımız chiroyli uzavatdı. Lekin kishilarning bularga bo'lgan ta'sirati o'xshamaydi. Bir to'yni qilishdan burun mushur riyosatchini tepish, uni nomzodni bekitish, uning bilan ko'rishish atalarning bishini qatirayotgan bir masala. Shunlashqa bir to'y chiroyli bo'lsa, suhbatli uzatsak, bizga loyiq gap so'zlar deyilsa deydi atalarning arzusi. El Kaynak murasim paranları. Demek şu bir ailenin, cemiyetinin köpçülükning oldida haqiqiy namoyon bo'ladigan, yaqin mezgildagi obrazi gavdalanadigan bir paytda bu. To'g'ri. Shunga har qanday mayli yoshlar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, yuksak diqqatda degan gap. Endi men hozirgi to'y manzillarimiz qaraygan bo'lsak, bizda shu so'zga yana e'tibor berish kamchil. Ko'proq naqsh usul kayfiyati yuqori. To'g'ri. Men bunda diqqat qilib qolaman. Asli so'z bo'lish kerak. Masalan, qarindosh millatlardagi to'ylar bilan birlashtiramiz. Meyli Kazak qarindoshlar, Xanzo qarindoshlarniki de asasen riyasetçinin rolü birinci orunda. Mesela bazı toylarga kelip kim o atanısı? Kimlerin toy buatını bilmeyle çıkıp kalırgan toylarım var. Bu nahayet toyunki asli məqsədigi xilaf dep oylayım. Doğru. Çünkü bu cəhətdə hem de şu toy ilgilileri, toy tutuşqıvatqa ailelerde şu sahnedeki riyasetçiga bo'lgan itibarını küçeytişmek zörürmüki dep oylayım. Doğru dedi. Mesela Xanzolarning to'y riyosatchiligi, murasim madaniyati, bularning qoida usullari hozir davr bil tang ilgirlab, nihoyat yuqori pallaga chiqdi. Yetishkil bo'lmaydigan bir holat. Endi biz qaraydigan bo'lsak, qozoq qarindoshlarning to'ylariga berib qolamiz. To'ylarningki ba'zi bir videolarini ko'rib qolamiz. Ashunday qarasak, riyosatchining roli favqulodda yuqori. Sen degandek bizning to'ylarimizda mushu riyosatchiga bo'lgan e'tibor nihoyat kamroq. Onunki riyosatchilarmi mush tarafda o'ziga talab qo'yish kerak deb qarayman. Bizda birsi bo'lsa 100 oshqo o so'zlaymiz. Yana birsi to'y nutqini boshlab beramiz. Onunki riyosatchining roli orliqda naqshlarni taklif qilish. Uning keyindan qiz bilan yigitni usulga yoki tansiga taklif qilish. Mushning bilan eng oxirida xulosa. Meningcha bo'lsa riyosatchi pat-pat ko'rinib sahnaga chiqib, halqlarni ulab bir tabrik fil to'xtamay ko'proq o'zi namoyon qilish kerak deb qarayman. Chunki mush to'ylarning umum qiyofatidagi ehtiyoj riyosatchiga tushdi. Biz qaratmiligi bog'da mush naqshiga, usulga bek kuchab ketib,
toy riyosatchiligiga berilgan vaqtimiz, fursatimiz ham oz bo'lib kelyotdi. Shaklga aylanib kelyapti. Bu shaklga aylanib kelyotdi. Faqat riyosatchi desa to'yni boshlab birdi. To'y egalarining ismini bir varaqqa yozib birdi. Ularning quypayli o'qigan maktabi, Abiyadagidek şu aileningki ishki ahvol qandaq, uningga hech qanday tayyorlik yo'q degan gapda. Bu jihatdan shu men ba'zi men ushlab qolaman. Endi yaqin yo'riqlarnikiga boramiz, ijtimoiy jamiyat bo'lgandan keyin ochiq ishga so'z yutma deb qoldim. Bu nima desam, shu to'y bir to'yga turgan oiladagi pozitsiyaning xususligi. Mesela abiyadagidek qancha notiq bo'lib ketgan taqdirda u oilani shu shaxsni bir tushunchaga yo'may turib, shu shatut usmon riyosatchilik qilish to'g'ri keladi u yerda. To'g'ri. Men ayni vaqtdagi bir qancha to'y nutqlarini unutmayman, ham kishilarga ta'sir bergan. Birsi bizning shu boks podshoyi Abdushkur Mijit. Şinjan boks komandasining terneri. Abdushkur Mijitning to'ydimi ataydan Abdushkurninki kasbiga, fazilatiga, oilasiga tushadigan to'y nutqi yozib. Shu vaqtdagi to'y ahli nihoyatda rozi bo'lgan. İkinci birisi Ümit G'ani ayni vaqtda ko'ngildagi so'z programmasini boshlab, nihoyat bir alqishga erishib, kendilla to'y qildi. Shu Ümit bilan Gulzorning to'yida men to'y nutqi so'zildim, riyosatchilik qildim. Birisi Ümitga berilgan nihoyat bir yaxshi baho. Uningdan keyin Ümitga qilgan chaqchaq. Mesela ilining aloyligi bor-da. Uningga chaqchaq, baho, uningki yaxshi tilak. Mushu uchun nihoyat yaxshi birlashib ketibdi. Shu vaqtda to'y ahli mushu inkoslarni bergan, Ümitmi intayi rozi bo'lgan. Ham nima deganda, cho'qim to'y riyosatchisi, to'y egalarini yaxshi tonishi, ular bilan muңdishishi, sirdishishi, ularning oila ahvolidan, kasbidan, fazilatidan, umumyuzlik shu odamni operatsiya qilgan bo'lish kerak. Bu bir muxbirlik jarayoniga o'xshaydi. To'g'ri tushungan vaqtda, cho'nqur his qilgan vaqtida uningdan keyin ichidan urg'ib chiqqan so'zlar bilan to'y nutqiga kirishgan vaqtimizda uningga ovoz birlashsa, bu to'yda to'liq muvaffaqiyat qozong'ili, ikki tarafni rozi qilg'ili, to'y ahlini qoyil qilg'ili bo'ladi. To'g'ri. Haqiqatan degandek to'y so'zi, masalan to'y nutqi ham mantiqiga uyg'un, ham yumoristikiligi, ham shu shaxsninki aloyligi gavlangan albatta berilsa, u asl bo'lib qolgan gapga-ku. Keyin eslasakmi, ajab bir yaxshi so'zlar bo'lingan deb eslaydigan gapga. Odatda ham shu bir to'y so'zi, to'y nutqi taxminan hamda o'xshash emas har bir harakatning ahvoliga asosan. Qandaqroq uzunlikda bo'lsa bo'ladi deb qaraysan? Endi mening tajribamdan qaraganda, shu riyosatchi mikrofon tutib sahnaga chiqib, qiyofatni ruslab, so'zlagandan tortib, oyoqlashgacha 3 minut yoki uzrab ketsa 5 minut atrofida kontrol qilsa, unumi yaxshi bo'ldi deb qarayman. Chunki endi 10 minutga so'zilib ketsa yo undan ortib ketsa, o'tag'anlarda bir zerikish tuyg'usi bo'ladi. Birsi bu to'yda to'y qiluvchining salohiyati, uningkin kasbi, ularning kasb qozongan natijalari, oila qurishi, uningkin buningga baxt tilash, uningkin murosimga oid so'zlar, mushuningdan tuziladi. El qaynoq murosim paranglari. Şuna buningda so'zni nihoyat tanlab ishlatish kerak. Jumla ravon bo'lish kerak. To'g'ri. Uningkin ixcham, qisqa, meg'izli bo'lish kerak. Shu vaqtida to'y nutqininki unum bo'ladi deb qarayman. Jalbkorligi bo'ladi degan gap. Ba'zi diqqat qilib qolaman endi. Aviyadagidek uzun so'zli ketib qoladi, bezar qilib qo'ydi. Ondan keyin bek pandi nasihat xarakterdagi iboralarni yana sal to'g'ri bezar qilib qo'ydi ekan. Endi ziyoda qo'polroq. Buyruq qilgandek marakaga. Bu xilmi kayfiyatni tushirib qoldi ahvollar aka. Men his qilaman. Ba'zi riyosatchilarning to'yda so'zlayotgan riyosatchilarning ovozining tusi qo'pol. Bu to'y nihoyat siliqlikni, bir chiroyli talaffuzni, bir yiqimliq ovozni xohlaydi. Mush jihatda mush qo'pollik tugatilsa deb o'ylayman. Ikkinchi mushu didaktika, fanni nasihat. Bu fanni nasihat yomon uzun davomlashib ketdi bizda. Bu fanni nasihatdan qutulish kerak. Ba'zi bir tilak so'zlar va yoki biz yosh cho'ng'ildik, yoshlardan kutadigan umidlarimiz bor. Ya oila qarish haqida eskartadigan taraflarimiz bor. Yoki ta'kidlaydigan muhim nuqtalar bor. Uning yo'li ayrim. Shunlashqa shu fanni nasihat jumlalardan
qutulish kerak. Yana birisi odatlangan so'zlar yamanchiq. Onundan keyin chiqibla tayyorliqsiz so'zlaydigan. Meningcha to'yga cho'qim tayyorlik qilish kerak riyosatchi. To'y nutqini pishirish kerak. Oldingi to'ydikisiga o'xshamaydigan bir holatda har bir odamga ayrim bir bekitib turib to'y nutqini yezish kerak. O'sha to'ydagi qo'pollik yoki azvaylash yoki bo'lmasa tugumas pandi nasihat bu hammasi odamni beorom qildi. Shuningdek to'yninki nihoyat bemalol, chiroyli, larzon, ozod o'tkazilish uchun to'y riyosatchisi o'ziga talabni qo'yish kerak. Buningda birisi so'zga boy bo'lish kerak. Til ishlatish jihatda alohida diqqat qilish kerak. Jumlalar sog'lom bo'lish kerak. Abzaslar to'yinish kerak. Undan keyin to'y nutqi nasr emas. Yoki she'riy misra emas. Yoki noqul pandi nasihat emas. Unda bo'lgandan keyin buningga ayrim tayyorlik qilib, ayrim yezish kerak deb o'ylayman. To'g'ri, nihoyat yaxshi bir eskartin bo'ldi bu. To'y yildan-yilga ko'payib beryapti. Biz ham ta'kidlayotimiz bo'lsa, endi yashamaychilikdan, isrofchilikdan xoli ilg'or bir sog'lom ideyaga to'yingan, maqsadga to'yinganlarda davomlashsa deb shuni orzulayotimiz. To'y riyosatchisida salohiyat jihati qanday bir shartlar hozirlash kerak deb qaraysiz? Erkakmi charchaydi? Yelkangizni besib turgan yuksak mas'uliyatni bir yonga qo'yib turing. Ozoda, yarishimliq bir qur kiyim bilan charchagan teningiz rohat topsin. Ruhingiz ko'tarilsin, qaddingiz ruslansin. Varis erlar kiyimlaridagi rohatlik dal siz uzundan beri izlayotgan rohatlik shu. Varislarga mos, qomatlarga xos varis erlar kiyimlari. Endi birisi to'y riyosatchisi bu salohiyat degan bir odamningki umumiy qiyofatini aks ettirdi. Cho'qim to'ylar ko'p qatnashgan bo'lish kerak. Uningdan keyin mushu adabiyotga yoki ijtimoiy fan turiga yaqinroq kelgan bo'lish kerak. Kitobni ko'p o'qigan bo'lish kerak. Chaqiriq kuchi bo'lish kerak. Muayyan nupuzi bo'lish kerak. Jamiyat e'tirof qilgan bo'lish kerak. Mana bu jihatlarda kishilar qoyil bo'lsa, shu to'y riyosatchisi, uning chaqiriq kuchi, uning nutqi, uning shu vaqtdagi qiyofati mayli to'y egillarini bo'lsin, mayli to'y ahlini bo'lsin rozi qila oladi. To'y riyosatchiligida nurg'un qiziq ishlar bo'ldi ekan. Men ma'lum bir to'yga borgan, shu to'y riyosatchisi şeyda riyosatchilik qilib o'tib, qiz bilan yigitning ismini atidi, salom hurmatli do'stlar, salom to'y ahli deganni angladik. Uningki hech qanday inkos yo'q. Jipi uzilib ketdi. Jipi uzilib ketdi. Jim to'xtab ketdi. Tövəndi parang, gudung. Uningdan keyin yo'qolib ketdi bu riyosatchi. Voy qiyni deyishib ketdik. Keyin uningki ahvolini surishtirsam, nima bo'lsa, ash kallasdan uchiblar. Hech qanday narsa qolmabdi. Jiddiychilikda. Jiddiychilikda. Ham birisi shu chiroqlar yenib turgan, apparatlar tiklanib turgan, mikrofon tanlanib turgan sorunning suri bo'ladi. Hayvit bo'ladi. Adam kunda bir xil qopmaydi. Ba'zida shunda kallada gadirmash bo'lib qoldigan, fikrlar uchib ketadigan, unutga qolib qoldigan ahvol bo'ldi. O'diqib ketadigan ahvol bo'ldi. Endi nurg'un tayyorlik bilan chiqib, qalti so'zlaydi deb mikrofonni qo'lga oldi, gapni qolmashtirib olmaydiganlar bo'ldi. Yoki bo'lmasa o'zi o'zlashtirib olgan jumla birsi yodida yo'q. Pasib ahvolga tushib qoldiganlar bo'ldi. Demak, anda qiyinlikda o'zidan chiqmagan bo'lg'ach texmi. Bo'lashqa nima bo'lsa, bu jiddiychilikni pasaytirish, sahnaga ko'nish, mushatdagi mahoratni egallash, ko'ngilni manda chetqanda qalbni tinch qo'yish kerak. Psixik sapo deymiz. Psixik sapo bek muhim. Nurg'un odamlar amaliyotda do'qmish-do'qmishda o'tirib yoki so'rlar yomon jiqgaplarni qila oladi. Ammo shunda mikrofonni berib, ashuna xalqliq paytda o'diqib ketadigan, xudini yo'qotadigan gap so'zlar almashib qoldigan işte ahvollar bo'ladi. Meningmi endi riyosatchilik tariximda mush to'ylarda to'y egilarining ismini unutib qoldigan ahvollar ko'rilgan. Uni keyindan biz o'ngshab ketgan. Shu to'y ahlidan apo so'rab qaytadan yana bir so'zlab, shuni tuzitib olgan ahvollar bor. Chunki bu lentiga ilindi. Xotira qoldirildi. Yillar o'tib 20 yildan keyin, 30 yildan keyin ular yana qayta lentalarni ko'rdi. Demak, bu xotira qilgan narsa o'g'ashqa buningga nihoyat ahamiyat berish kerak.
Mao Cüpqul bədii suratxanasına kirsem şunda bir gepne çıraylık tamğı üzündü süpütü deyizip koyuptu. Bəxtni his qıldırğan hər bir dəqiqini xatırləşkə ərziydi o dep. Doğru. Demek bizning muş toy töküllərimiz mi bəxtni his qıldırğan, xatırləşkə ərziydiğan, keyin əslimige aylanıp ketadigan bir büyük quruluş. Katta murasim. Unda olgandan keyin şularning süpetlik sing'ilinishi, keyingi vaqtda bir aslimi süpetida bizning hayotimizga hamroh bo'lishni hammaylar xohlaymiz. Riyosatchim shu. Albatta riyosatchi bir to'yni tugatdim emas. Bu vazifa emas. Uni nihoyat bijondil dilidan chiqarib, zehni bilan qilish kerak. Mas'uliyati bilan. Mas'uliyati bilan qilish kerak. Bu bek muhim. Endi hozir ko'ni padida beshingiz bosh, oyog'ingiz tosh, bolalarınız kalem kaş olsun deydiğen ko'ni toyning tuqlarining vaqti o'tdi. Endi har bir to'y qiluvchilarmi yoki bo'lmasa mushu muzika atratlarmi yaxshi riyosatchi bo'lsa, to'ydan qiyoqas chiqarib o'tadigan, kayfiyat qo'shalaydigan Ravrus riyosatchidan birini topsa bo'ladi deydi. Kishilarda bir tanlashing shakllandi. Palonchi yo'dini chaqirayli. Ma muzika atrati yaxshi chepiralaydi. Yo'q, unda emas. Ma to'yning riyosatchisi yaxshi. Ma muzika atratida palonchi riyosatchi deydigan mushu konkretlaşgan, o'lchamni asos qilgan bir shakl borliq keldi. Unda bo'lgandan keyin to'y riyosatchilarimi o'ziga talabni qo'yib, to'yni bir xil mas'uliyat bilan, vujudi bilan ado qiladigan, to'yga to'liq orilishadigan mushta bir kayfiyatni shakllantirish kerak deb o'ylayman. El qaynoq murosim paranglari. To'g'ri. Bu o'zaro bir-birini shart qiladigan munosabatga to'y egillarimi masalan ashunga hurmat bildira oladigan masalan shu riyosatchininki yetaklishiga hurmat qiladigan bir kayfiyat bo'lishi bek zarur. Ba'zida masalan savdo xarakterini olib qolgan holat bo'lib qolsa, demak bu yerda ishlashmaydigan ahvollar bo'ladi ekan. Shu. Endi yana qarayman deb riyosatchilik san'ati bek muhim narsa ham demayli to'ylarning har bir xarakteriga asosan. Endi abiya beshida deb o'tgandek, hozir to'ylarda naqshi usullar kayfiyati asos salmoqni egallayotgan, so'z qilishga imkoniyat bo'lmayotgan bir kayfiyat yuqori. Shuncha riyosatchi jonliq bo'lsa, shu to'y kuniga to'y egillarga rasmiy cho'nqur singishadigan vaqtida to'y egillarning bir yurak so'zlarini qezib chiqara oladigan. Shu to'y kunida to'y egillarimi mayli ota-ona uchun qiz yigit bo'lsin, yoki hurmatli cho'ng kishilar bo'lsin, chiqib ikki og'iz yurak so'zini, tilaklarini bahuzur izhor qiladigan mushunaq yo'nalishga yetaklasa, texnik go'zal bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri dedim. Endi to'y riyosatchisi yolg'iz to'yni boshlab birdigan yoki yuzi oshqo'di so'zlab birdigan yoki qiz bilan yigitni usulga taklif qildiganlar riyosatchi bo'lib qolmaydi. Bara-bara endi bu ufqum kengayish kerak. Riyosatchining sahnadagi roli, sahna sirtidagi roli, uningkin to'y egillari bilan bo'lgan yaqinlik tuyg'usi ish kerak. Qanday qilganda ko'lamni egallaydi deganda to'y riyosatchilari, hatto to'y egillarini, to'y bo'layotgan qiz yigitni ochiqib yurak so'zini so'zlasak bo'ladi. Ularning atalarining shu vaqtdagi xo'shalligini bayon qildirsak bo'ladi. Xuddi tarafning ba'zi ko'z qarashlarini tegizsak bo'ladi. Bu tamoman bir chiroyli hal bo'ldigan ishlar. Endi bizning hozir mush to'y riyosatchilarininki hozirgi doirasi tor. Umum to'yda egallagan ko'lami nihoyat kichik bo'lib qoldi. Shuningdek bu ko'lamni kengaytirish uchun riyosatchilar tashabbuskorlik holatda bo'lish kerak. Hatto to'y egillarininki orasidan chiqqan, masalan, to'y egillarininki eng yaxshi og'inisini so'zlasin bo'ldi. Og'illarga vakolat emas, ikki qiz gap qilay, bular 5 yil mushta yurib, muhabbatlashib, bir-birini xohlab, tanlab, turmushning sinoqlaridan o'tib, otalarini qabul qilib, mana jutqa katta dasturxon selib, bugungi to'yni vujudga chiqadi. Men ularning bir og'inisi bo'lib, suputim bilan og'inam Azimatning to'yini muboraklayman. Ular bir-birisiga nihoyat xo'p kelgan bir juftlar. Biz albatta 30 o'g'il bu og'inimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. U kasbda utuq qozongan, sohalar bo'yicha manda ishlarni qila olgan, og'indochilikni voyaga yetkazgan. Biz mushuna qasam berish, qo'l berishga og'illar. Mush to'yda biz izchil butun vujudimiz bilan xizmat qildik. To'yning oxiri ham to'ydan keyingi turmushning qizib ketishini umid qilaman. Degandek so'zlarni qilsa bo'ladi. To'g'ri. Men ham nurg'un to'ylarda bo'lyapmiz. Ichim siqilgan yeri ota-onalardagi nihoyat bechor ro'yolat. Demak,
shuncha paypetak bo'lib, iqtisod sarf qilib, bolalarni o'ylab, yotliq qilib, shu to'y kunidagi manzarada bir o'tirg'i chiqadi. Ikki yig'iz yurak so'zini u haqiqiy samimiy to'lqinliq vaqtida bir ota-onaninki, farzandlarning. Shunga bu jihatda riyosatchi yana sezgir bo'lib, ularni yaxshi tayyorlik bilan o'tirg'i chiqarsa, ota-onalardimi, mushuna bir jur'at shakllansa deb arzu qilaman. Demak, bir ikki yig'iz baxtli bo'linglar bolalarim. Bugün meniki hayotimdagi nihoyatda go'zal, xushal bir vaqtim. Keyingi musobaqalar tek oldinglarda degandek bir tilak so'zlarini u yerda chiqib shaklli bilanlar, bir qo'rinish, o'duqish bilan emas. U vaqtdagi eng faxrlilik, iftixorlik vaqti shu marakadagi ota-onalarniki. Bu chaqda deganning haqiqiy yurakdan chiqqan so'z yurakka boradi deymiz. Mushkil hissiyat, mushkil kayfiyat bo'lsa, mana to'yninki jalbkorligi, qatnashgan odamlarga qoldirgan ta'siroti texnik cho'nqur bo'ladi deyman. To'g'ri. Shu bu jihatdan riyosatchilarningki roli haqiqatan muhim bo'ladi ekan. Endi hozir bir video davrida bo'lib ketibmiz. To'ylar hozir har shu vaqtning o'zida ayon bo'lib turdi. Qatnashganlik bo'lsin, qatnashmaganlik bo'lsin. Endi men yoshlarningki shu to'yga qatnashib, o'zining aloqalariniki to'yga aytgan tilak so'zlari ba'zi chiliqib qoladi. To'ying emas, turmushing qilsin adash deb chiqarib qo'ygan paranglar bor ekan. To'g'ri. Bu mantiqiy jihatdan bir uyg'un gapmi bu qanday? Men hayron qolaman. Masalan, nurg'un yoshlar mening undidorimda bor. Qarasam, shu bir og'inisining to'yini tabriklasa, to'ying emas, turmushing qilsin adash deb qo'choqlarni avatib qo'ygan shakllarni ko'rimizda. Onundan keyin bir tug'ilgan kunlarni ko'raman. Qarasa bir hayvatlik aruda 7 qavat tortni mushto so'rab akirgan. Onundan keyin bir ishkisi inishib, iliqi pudigan sham. Onundan keyin sayyoda dengizning bo'yida yoki Nansanda yampashni to'lg'ab yoki shilapini maymoq kiyib tushgan ikki pochi to'yliq surat bilanlar turmush qizib ketmaydi. Endi turmush degan kino yoki teatr emas. O bak kızıp ketmesin buldu turmuş. Fakat tinch xotirjam usulü kifoya menimcha. Turmuşning ta'biri qanday desa, qiyinchilik ichida ilgirlaydigan, jafo mushaqqatni tovlindigan, oddiylik ichida mavjud bo'lib turadigan hayot sahnasi. Uningga yomon ko'p hashamdiramning yoki zo'riqishning, g'idiqlash, dag'dug'a, halqishlarning hojati yo'q. Turmush bayonma dedik. Aile degan nima deganda u bir moddiy ichirqashning makoni emas. Balki ruhiy to'qliqning bo'stoni. Aile yana bir jihatdan aytganda u erishish, bahramon bo'lishning nishoni emas. Balki u taqdim qilish, shundaqla qurbon berishning gulistoni. Shunga bizda oila ufqumi, oila ramkisi kuchayish kerak. El qaynoq murosim paranglari. Bo'libmi bir oilaning mustahkam bo'lishi oila a'zolarininki umumiy istili bilan, mas'uliyati bilan, keng qo'saqligi bilan, apo'chanligi bilan barliq keldi. Biz odatda bir oliy maktab o'quvchilari yoshlar Cambridge'ni bitirib kelsin bo'ldi, Harvardni bitirib kelsin bo'ldi. Beijingdagi oliy maktablarni, Shanxaydagi nuqtaliq oliy maktablarni bitirib kelsinmi, u ayrim ish. Ularning uyi tutishi ayrim ish. Endi biz faqat nima deganda diplom, unvon, uningdan tuhfa deganlar xizmatdagi natijaga vakillik qiladi. Endi oilada bo'lsa, talashmaslikni, savrchanlikni, apo'chanlikni asos qildi. Demak, oilaning uyining yillik xulosasi xizmatdagi xulosasiga o'xshamaydi. Shunlashqa bir-birisiga yo'l qo'yish, bir-birisini tushunish, apo qilish, o'zaro moslashish davomida bir oila qilib qurg'ili, ikki boshni bir yerga ekagili, bir-birisining mijozini, ortiqchilik kam taraflarini to'liq qabul qilg'ili bo'ladi. Demak, shunga bu oila ufqumi, oila istili, oila qarshimi bizda kuchayish kerak deb o'ylayman. Nihoyat to'g'ri deding. Haqiqatan bir to'g'ri bo'lgan oila qarashi tiklanmay turib, mayli qanday yo'sinda to'y qilayli, balkim buning yildizi tez bo'lib qilishi mumkin. Bundaq misollar nihoyat ko'p. Menimcha shu to'yga taraddud qilayotgan mayli qiz-yigitlar, shuningga homiy bo'layotgan ota-onalar bo'lsin, farzandlarga to'g'ri, sog'lom bo'lgan oila qarashini singdirish nihoyat zarur xizmat. Bayım tilga oldik, endi shu bolalar to'ylarda hozir endi qiz riyosatchi bir qadar ko'p ekan.
Meningcha mushlardagi tarbiyalanish fursati kam bo'lish sababli nurg'ulg'an kasbiy talabga loyiq emas ahvollar ko'proq chilg'ir ekan. Endi to'ylarga berib qaldimiz. Men his qilaman, mushu balalarning to'yini boshqarayotgan ko'pincha qiz riyosatchilar. Birisi ba'zilarining ovozini cheqiroq. Uningdagi odamni bearam qildi. 1,5 soat o'tag'icha odam o'zini qo'ydigan yer topolmay qoldi. Ularning kasbiy tarbiyalanishdan xoli, o'z oldiga tashkillanib qolgan, o'ziga talab qo'ymagan mushu holatda. Uningdagi balalarning yeshi, aloydiligi, qabul qilish iqtidori, yosh aloydiligi bilan qabul qilish iqtidoriga loyiq emas ba'zi gaplar. Ba'zilar cho'nglar deydigan gaplar yoki ba'zilarni kichikiltib o'tgan. Toza mos kelmaydi Allohga. Mushkil ahvol. Uningdagi bu nati yuqur qo'yib ovozni. Bu ovoz sat, cheqiroq, qo'rqinchli bu badbashir bo'lsa, o'taga odamlarni bearam qiladi. To'yning umum kayfiyatiga ta'sir yetkazadi. To'yni men boshqaryapman yoki balalarni o'yintiryapman degan bilan balalarga nati zo'r bir bearamchilik bo'lishi mumkin. Charchaydi. Uningdan bu yerda nervi g'idig'lindi, yuqori ovoz, mikrofondan chiqayotgan ovoz, shunlashqa rohat emas bu. Shunlashqa shu balalarning tüp mushlarning ehtiyojiga moslashgan, nati yengil, ozoda, uningki vaqt sal qisqaroq bo'lsa deb qarayman. Chunki ba'zi to'ylar 1,5 soat davomlashib ketadi. Asosan cho'nglar o'tirolmaydi, qaytadi. Nima desam, u shavqundan, riyosatchining ovozidan, mikrofondan chiqayotgan ovozdan bearam bo'lib qaytadi. Shunlashqa mush halqini sal qisqartib, texim maddini, texim yiqishliq, texim yengil holatda mushni bir isloq qilsa yo mush haqda o'ylasa deb o'ylayman. To'g'ri. Buni ayt yaxshi tavsiya qilding. Oldingi bir san suhbatimizda mush haqda konkretlab to'xtaldik. Haqiqatan endi shu balalar xushallik ma'rakalarni zo'r bir isloh qilishga muhtoj deb qarayman. Chunki biz davrga uyg'un, ehtiyojimizga uyg'un, balalarning sog'lom o'sib yetilishiga uyg'un bir ravishda qilishimiz kerak. Buni hech kim majburlamadi bizni. Demak, o'zimiz qiynash badilga murosim qildik deb oldisak, menimcha bu ahmoqlik bo'lib qilish mumkin. Endi bu naqshi muzika bilan riyosatchining munosabatini aytib berkib ketgan bo'ladi. To'ylardagi hozirgi shu kayfiyatga qanday qaraysiz o'zing? Erkakmi charchaydi. Yelkangizni besib turgan yuksak mas'uliyatni bir yonga qo'yib turing. Ozoda, yarishimliq bir qur kiyim bilan charchagan teningiz rohat topsin. Ruhingiz ko'tarilsin, qaddingiz ruslansin. Varis erlar kiyimlaridagi rohatlik dal siz uzundan beri izlayotgan rohatlik shu. Varislarga mos, qomatlarga xos varis erlar kiyimlari. To'yning umum kayfiyati bir qarmoqqa qarsin qaynam toshqin, qizg'in, ko'trangi ruhliq, muzikalar chelinib turgan hammadam xo'shal bir tuyg'u berdi. Amaliyat ishkirlab kirib tahlil qilsak, birsi shu to'yning umumiy mazmunda shu naqshi muzikaning salmog'iga qaraq. Ba'zi usullar yama uzrab ketgan. 20 minut hatto yarim soat o'rashdi. Xudini yo'qitib bir odamlar tushib olgan. Mushundaq. İkinci birisi shu Hindistonning yoki mushundaq bir naqshlar avjib ketdi hozir. Buning bir turkum ayollar tushib oldi, o'xshash kiyingan. Endi bunda qarmoqqa yo yeshiq mos kelmagan, ham uzun, ham odamni bearam qiladi. Bu bir masala bo'ldi. Shunlashqa shu to'y atratlari cho'qim riyosatchi bilan ishga jetib moslashib, moda yoki qiliq chiqamay, o'zining aram tepishini asos qilmay, to'yning mazmunini o'ylashib turib, shuni sifatli qilsa deb o'ylayman. To'g'ri. Bu jihatda men oldin qatamda ta'kidladim, bir burush tuyg'usi bilan bo'lish kerak. To'y naqsh muzika atratlari ham demak shu to'yningki bosh qo'mondonlari, yetakliguvchisi nimaga chaqirgan bo'lsa, nimaga yetaklagan bo'lsa, to'y ahli uning agishidir. U yerga chiqib, "Yo'q" demaydi da aldirab. Shunga ham demasa kayfiyat jihatda qandaq uyg'unlik bo'lish kerak. Endi hozir madaniyatlar o'zaro yo'g'rilib turayotgan rangdor bir jamiyat yashayapmiz. Lekin iqlim qandaq bo'lish kerak? Yo'nalish qandaq bo'lish kerak? Bu yana to'g'ri bo'lmaydi, sog'lom bo'lmaydi. Masalan qarasak,
bir to'y atratlarida 4 naqshchi bo'ldi. Bir riyosatchi bo'ldi yoki 5 naqshchi bo'ldi. Her birisi 2 naqsha etse 10 naqsha. Usulluq naqsha bir 20% ni egallasa qolgan tansa. Uningdan keyin qiz bilan yigitninki ayrim tushadigan ayrim. Endi mo'shu halqalarni, ba'zi halqalarni pishiqlash kerak. Ehtiyoj qarta qilish kerak. Ular endi to'y atratlarimi paylan qilib turdi, naqshlarni yanglab turdi, ehtiyoj qarta ba'zi narsalarni ijod qilib turdi. Ulardan bir uyg'unish bo'lish kerak. Lekin ash to'yning umum kayfiyati nima deganda, u o'tir yoshlikmi, xizmat ishlaganmi, xarakteri qanday bir oila, shuni qarab turib, sal inchga, shuni tahlil qilib turib, naqshlarni shunga moslashtirib, shunda qilsa muvofiq bo'larmiki deb o'ylayman. To'g'ri. Demak, qurilmaga asosan to'y ahliniki mesela yaşta asas bo'latamdi, cho'nglarmi, nisbat qandaroq, mush tarafdan jonliq o'zgarishchan holatda bo'lsa, bu balki marakalarning umumiy holatiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Uningdagi yana bir ta'kidlab qo'yilgan narsa, shu orliqda urug' tuqqanlar ko'p bo'ladi, so'g' salom yomon ko'p bo'ladi. Uzukdan tortib, bir tal sharpidan tortib, guldan tortib e'lon qildigan mush halqalarni qisqartib o'tish kerak. To'g'ri. Meningcha shu to'y qilguvchi urug' tuqqanlar shuni o'ylash kerak. To'yning umum sifatiga daxl yetkazdi bu. Bu bir baza bo'lib ketsa, yayma o'rniga aylanib qolsa bo'lmaydi bu. Buni haqiqatan bir so'kish kerak. Men oldin qatim misollarimizni dedik. Masalan, riyosatchiga chiqib qolamiz-ku biz. Jugurab keldim riyosatchiga iltimos qildi. Men qilsam rad qildim. Rad qilgan bo'ldim. Buni men e'lon qilolmayman. To'g'ri. Demak, ashta bir pozitsiya bo'lish kerak riyosatchida. Shu rad qildigan ba'zi o'rinsiz talablarni o'ziga tashlaydigan mushtaq bir xarakter bo'lish kerak. Shu vaqtida ba'zi narsalar tuzitildi. Bo'lmasa g'altilik, g'ayrilik avjib ketadi to'ylarda. El qaynoq murosim paranglari. Endi hozirgi yoshlarning to'y masalasi barliq men qo'ramdagi atalar boshqatirayotgan muhim masala. Balalarimiz yaxshi bir oila qursa, turmush sharoiti yaxshi bo'lsa, inoq yashasa, bir xo'shallik bilan ömrünü o'tkazsa deydigan bir talab. Albatta bu barliq atalarninki o'rtaq ko'ngil so'zi. Bizim mush yoshdagi atani bo'lib suhbatimiz bilan balalarimizning chiroyli bir to'ylarini qilsak, bir kelin akirsak, mushlarning turmush bo'lib ketsa deydigan bir arzuda. Unda bo'lgandan keyin hozirgi balalarda bozor egiligi sharoitida, tovar dunyosida barliq kelgan bolalar bo'lgandan keyin bular moddiy sharoitni, moddiy ustunlikni, mush jihatdagi afzallikni qo'g'lishib ketadigan ahvolim bor. Buni chetga qiqish qo'ymaydi. Cho'qim turmushda moddiy sharoit bo'lmasa, ma'naviy yuksaklik uning bilan birlashib kelmasa, to'g'ri. Bu oilaning bir butunligi ta'sir yetkazadi. Rockefellerning bir gapi bor. Sen o'zingning boylig'ingni sanab his qilmoqchi bo'lsang, pulga setib olg'ili bo'lmaydigan narsalaringni sanab baq deydigan bir gapi bor. Endi bu nima deganda, bu moddiy jihatdagi ehtiyojlar emas, ma'naviy jihatdagi yuksaklikni ko'z tutgan narsa. Masalan, men bir oila boshlig'i bo'lib suhbatim bilan hozirgi vaqtda shu 2 farzandimdan, köyimchan ayolimdan, ota-onalarimizdan, qarindoshlarimizdan, suhbatlik do'stlarimizdan bizga xo'shallik ato qildigan atrofimizdagi kishilardan bir xil minnatdorlikni his qilishimiz kerak. Nurg'u Allohda odamlar biz bir muosh bilan yashagan odam mushunchalik tomoq puli qo'sig'i to'ydi. Bu ehtiyoj qonidi, turmush yana davomlash kerak. Unda bo'lgandan keyin bir odamning vujudida tirishchanlik bo'lsa, o'zidan bir halqish bo'lsa, o'zini taraqqiy qildiradigan mushundaq bir ustunlik bo'lsa, muhimi hozirgi davrda psixik sog'lom bo'lsa, uningdan keyin asta-asta kasbda ilgirlab, sohada natija qozonib, ya tirikchilik yo'llari ichilib, u ma'lum moddiy boylikka erishadi. Buning vaqt jarayon ketadi. Biz bir pallalarni yoki bo'lmasa bir natijalarga bek aldirab ketmasligimiz kerak. Bir tijorat qismi 3 yilni bir o'tkazish kerak. 5 yillik sinoqlarni boshdan kechirish kerak. 10 yillik markalarni yaratib beqish kerak. Uningdan keyin uning mahsuloti, markasi yoki o'lchimi bozorga uyg'unlashib qilishi mumkin. Bu sabr toqatni, mushkil yuksak bir ongni shart qiladi meningcha. Shuningcha biz ishimizdan xushal bo'ladigan, baxtni his qiladigan, qanoatni ulug'laydigan bir kayfiyatni yaratish uchun
pulga yaramaydigan, ammo jonga isqatadigan, bizga umr bo'yi hamroh bo'ladigan go'zal narsalardan huzurlanishni bilish kerak. Odamda mushkil tuyg'u bo'lgan vaqtda qolgan narsalar haslab uning qaytishi mumkin deb o'ylayman. Yaxshi fikrlarni o'tirib qo'ydingiz deb xush bo'ldim. Haqiqatan 5 barmoqni biroqla og'izga tiqib olgan bo'lmas degandek, biz farzandlarimizga 9 tel oilani emas, masalani hal qila oladigan turmushni yaratib berishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat, bugun bir aslimizni o'rtoqlashqach, ham o'zimizning kasbiga oid temalarda yaxshi bir suhbatda bo'ldik. To'ylar bo'g'isi, shu to'ylarda bo'g'ayimiz bo'lsa, orzuyimizga loyiq, go'zal, madaniy bir chiroyli to'ylar bo'lsin. Rahmat avlod. Rahmat. Kep to'g'an xonanda har zaman. Kep turman qo'yman. Kutib turman. Rahmat. Xo'sh, ko'rmanlar. Bo'lsan murosim paranglari programmamiz oyoqlashib turibdi. Avlod bilan shu murosimlardagi riyosatchilik san'ati to'g'risida keng ko'chat suhbatda bo'ldik. Ishinaman, riyosatchi o'zininki rolini to'liq joriy qildirganda, murosimlarga cho'nqur cho'kkandlar, kasbiy yorqinligi bilan murosimlarimizningki texnik ilmiy, madaniy, qaratmalik va mantiqlik bo'lishiga to'g'ri qo'mondonlik qila oladi va yetakchilik qila oladi. Bu san programmamizga ko'ngilga rahmat. Keyingi sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.